O'zbekistonda har yili Beauty xalqaro ko'rgazma bo'ladi. Men shu yilgisiga nasib qilgan ekanman. Turmush o'rtog'im bilan birgalikda keldik. Ko'rgazmaga kirib kelishingiz bilan shunaqa chiroyli zalda mana shunaqa qizlar sizni kutib olishadi. Birinchi o'rinda shunaqa ro'yxatdan o'tib, mana shunaqa bejiklar toqishingiz shart ekan. Ro'yxatdan o'tish va bu yerga kirish hammasi tekin. Bu yerda faqatgina kosmetikalar bo'ladi deb o'ylagandim. Yo'q, adashgan ekanman. Bu yerda hamma narsa topsanglar bo'lar ekan o'zi. Meditsinaga oid xohlagan mana shunaqa apparatlar deysizlarmi, kosmetologlar ishlatadigan mana bunaqa chiska apparatlar, dorilar yasaydigan narsalar, hamma narsani shu yerdan topasizlar. Bu yerda hammasi zavoddan kelishgan, zavod narxida shartnoma asosida sotishga olsanglar bo'ladi yoki mana kosmetikalar bilan shartnoma tuzib zavod narxida olsanglar bo'ladi yoki shu joyda o'zida donaga ham berishadi. Kosmetikalarni juda ham xilma-xilini topasizlar. Sochga deysizlar, badanga, soch to'kilishiga, yuzga xohlagan uходовый kosmetikalarni shu yerdan topasizlar. Hatto men sotayotgan Detskiy SPF kalarni ham shu yerdan topsanglar bo'ladi. Koreyslarning yuzini ko'rsanglar, shunaqangi tiniq, oppoq, yuzda hech narsasi yo'q. Juda ham havas qildim. Конечно, ular tug'ilgandan boshlab yuziga parvarish qilishadi. Bittagina krem emas, ular qonun qoidasi bilan yuziga uhod qiladi. To'g'ri ovqatlanishni ham yo'lga qo'yishadi. Juda ham ko'p kosmetikalar bilan shartnoma tuzib keldim va sizlarga ham maslahat beraman borishinglarni. Kosmetika olmasanglar ham, shartnoma tuzmasanglar ham shunchaki borib, u atmosferani ko'rib, u yerdagi odamlarni ko'rib, dunyo qarashinglarni o'zgartirib kelasiz. Bu joyda lokatsiyasini Telegram kanalimdan topsanglar bo'ladi.